Ha, bu ko'zingni siydigini oqizib o'tiribsan. Tinchlikmi? Sirg'amni yo'qotib qo'ydim. Tillamidi? Yo'q bular. Ay, men qara, men bitta zo'r joyi bilaman. Olib borib bir poyni sotamiz. Qolganingizda sizga onangga bitta buket gulab kelasan-da, bujeterani taqib olasan. Hozir buni bujeteralari qalashib ketgan. Ertaga oyim bilib qolsa, "Ona, menga brilliant kerak emas, menga onamni xursandchiligi kerak" deb bahona qilib yuborasan, urmaydi. Faqat ertaga oyim bilib qolsa, meni aytmayin, tushundingmi? Kelasini yo'qotib qo'ydim degan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ber. Qarang, bir poy ziraga ham olasizlarmi? Olamiz opa, singan bo'lsa ham, probasi past bo'lsa ham olib qolamiz. Конечно, nonni o'shog'i ham non, to'g'rimi? Hisoblang. Ziraga 750 probada, ko'chni birlanta ekan. Общий grammaj 407 chiqyapti. Bugungi kursimizda 1 million 450 ming bo'lganda, общий 5 million 900 ming bo'lyapti. Bugun birjada tillagan narxi 1 million 100 mingdan 1 million 950 minggacha boshlanyapti. Probasi holatiga, izdeliyasiga bog'liq. 5 million 900 ming berdi. Men sizga 6 million qilib berdim, doimiy klientimiz bo'lganingiz uchun. Yana 1 million brilliantiga. Eng qimmat tillarni faqat Gold Export olib qoladi. Mabodo narigi poyini topsang ham shu yerga olib kelaverasan. Mana menga bujetera bilan gul olasan. Mana buni to'g'ri onangga olib kirib bergin, yo'qotib qo'ymagan. Rahmat, siz shuni qayerdan bilasiz? Ana o'tgan oy onangdan bir poy ziragini yo'qotib qo'yganda adingdan kalta yemasin deb o'sha yoqqa olib keldim. Bor, yana onangga aytma. Заработан потом и кровью. Деньги, I love you.